Salom, men 2 man. Agar biror sonning oxirgi raqami juft bo'lsa, ya'ni 0, 2, 4, 6 yoki 8 bilan tugasa, bilib qo'y, u son 2 ga bo'linadi. Juda oson, to'g'rimi? Salom, men 3 man. Meni tekshirmoqchi bo'lsang, sonning raqamlarini qo'sh. Agar yig'inda 3 ga bog'linsa, demak sonning o'zi ham 3 ga bo'linadi. Salom, men 4 man. Meni topish uchun butun songa qarama. Faqat oxirgi 2 raqamga qaragin. Agar ular 4 ga bo'linsa, demak butun son ham 4 ga bo'linadi. Salom, men 5 man. Meni aniqlash juda oson. Agar son 0 yoki 5 bilan tugasa, u holda bu son 5 ga bo'linadi. Salom, men 6 man. Agar biror son 2 ga ham 3 ga ham bo'linsa, bilib qo'y, u son 6 ga bo'linadi. Salom, men 7 raqamiman. Meni topish uchun ozgina mashq qilish kerak. Raqamni 7 ga bo'lib ko'ring. Agar qoldiq bo'lmasa, u holda raqam 7 ga bo'linadi. Salom, men 8 man. Meni tekshirmoqchi bo'lsang, sonning oxirgi 3 raqamiga qaragin. Agar ular 8 ga bo'linsa, demak butun son ham 8 ga bo'linadi. Salom, men 9 man. Meni topish uchun raqamlarni qo'sh. Agar yig'inda 9 ga bo'linsa, bil sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi. Salom, men 10 man. Meni tanish juda oson. Agar son 0 bilan tugasa, demak u son 10 ga bo'linadi. Matematikani oson o'rganishni xohlaysanmi? Unda sahifaga obuna bo'lib qo'y, like bosishni unutma. Izohlarda fikringni qoldir.